u yerda men bir 40 necha kun u yerda shug'ulladim majburiy. Could we be eating tomato puree made with forced labor? Angliya va Germaniya bozorlarida Italiya mahsuloti deb sotilayotgan pomidor qiyamlarining tarkibida Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq Xinjiang pomidorining borligi oshkorlangan. Ma'lum bo'lishicha, atalmish Xinjiang pomidor qiyamining Angliya va Germaniya bozorlariga kirishi ham Italiya mahsuloti deb sotilishida ba'zi Italiya shirkatlari vositalik rol o'ynamoqda. Shuningdek, bu mahsulotlarni Uyg'ur elidagi majburiy emgakka chetishliq Xitoy shirkatlaridan import qilmoqda ekan. Angliya axborot tori BBC'ning bu mahsulotlarga qarta ilib olgan atrofli tekshirishidan Xinjiang pomidor qiyamining Italiyada pishiqlab ishlangandan keyin Italiya mahsuloti degan tamg'i besilib Angliya, Germaniya qatorliq davlatlarning iste'moliga sunilganligi ma'lum bo'lgan. BBC'ning qayd qilishicha, ular ko'p qismiga Italiya markasi besilgan yoki xaridorlarga Italiya mahsulotida ko'rsatilgan 64 xil pomidor qiyomi mahsulotining avrishkisini tajribxonada tekshirish orqali ulardan 17 xil pomidor qiyomi mahsulotining tarkibida Xinjiang pomidori borligini aniqlab chiqqan. Bu jarayonda BBC Avstraliyadagi dunyoga dangliq Source Certain nomli mahsulot manbasini aniqlash shirkatiga pomidor qiyomlarining kelish manbasini tahqiq qilishni havola qilgan. Source Certain şirketi pomidor qiyamlarının asli kelish manbasi bo'lgan davlatlarga xos barmoq izlarini tahqiq qilish orqali qaysi pomidor qiyami materialining kelish manbasi Italiya, qaysisining kelish manbasi Xitoy ekanligini bekitgan. BBC'ning bildirishicha, tahqiqlash natijasida 64 xil pomidor qiyami mahsulotining ko'p qismining kelish manbasi Italiya, lekin 17 xil pomidor qiyami mahsulotining manbasi Xitoy bo'lib chiqqan. Bu 17 xil mahsulotning 10 xilini Italiyaning Antonio Patti nomli pomidor qiyomi shirkatining tarqatganligi qayd qilinmoqda. Amerikadagi Kommunizm qurbonlari xotira fondining oliy tadqiqotchisi, Uyg'ur majburiy emgaki va lager mutaxassisi doktor Adrian Zenzning ko'rsatishicha, bu taraqqiyot Uyg'ur majburiy emgaki mahsulotlarining kelish manbasini aniqlash nuqtasidan intayin muhim ekan. Ma'lum bo'lishicha, Antonio Patti shirkati 2020-yildan 2023-yilgacha Xitoyning Xinjiang Guangdong shirkatidan 36 million kilogram pomidor qiyomi kirgizgan ekan. BBC bu yil 4-oydan 8-oygacha bo'lgan oraliqda Antonio Pattining Angliya bozorida sotilayotgan 10 xil pomidor qiyomi mahsulotini tekshirgan. Xitoy dunyoning eng chong pomidor ishlab chiqaruvchi davlati bo'lib, dunyo pomidor mahsulotining 3dan 1 qismini Xitoy ishlab chiqarmoqda. Halbuki Xitoy hukumat sonliq ma'lumotlarida Xitoyning yillik umumiy pomidor mahsulotining 80% Uyg'ur elida ishlab chiqarilmoqda ekan. BBC'ning bildirishicha, ular yaqin 16 yil mobaynida Uyg'ur elidagi pomidor zarliqlarda majburiy emgakka selingan yoki shuningga shohid bo'lgan 14 kishi bilan ko'rishgan. Ulardan ilgari turmada yotgan Ahmad ismli biraylan ayni vaqtda turma doiralarining o'zlariga bu pomidorlar eksport qilinadi deganligi va har kuni 650 kilogram pomidor o'zmisa to'qmoq yeydiganligini aytgan. Meni bir ispi qatqude qarang'u bir turmaninki ichida to'risqa isoliq bir to'minglar bor ekan. Ashunga asten saate qatqiroq qilgan bo'lib ketdim. 250 kilodan keyin kundan kunga oshadi, oxiri 600 kilo, 650 kilo qadar chiqadi ular. 14 people from Muslim minority groups have told us they've endured or witnessed forced labor in Xinjiang's tomato industry over the last 16 years. BBC'nin ko'rsatishicha, ular bu dokladni tayyorlashda dunyoning har qaysi joylaridagi mol yo'llanma sonliq ma'lumotlarni to'plash orqali Xinjiang pomidorlarining Yevropaga qanday kelganligini aniqlab chiqqan. Dokladda Xinjiang pomidorlarining poyez orqali Qozog'istonga, Qozog'istondan Ozarbayjon va Gruziya orqali Italiyaga kelganligini bildirgan. Bu yil 5-oyning oxirlarida 82 konteyner Xinjiang pomidor qiyomi bosgan bir poyez Urumchi yuk vokzalidan dag'dug'liq yo'lga chiqib, Qozog'iston orqali Kaspiy dengizidan Ozarbayjon va Gruziyaga o'tgan. Gruziyadan dengiz orqali Gretsiyaga berib, u yerdan Italiyaning Salerno portiga yetib kelgan. Ammo bu mahsulotlar Salerno portida Coldriti nomli Italiya yezigilik tashkilotining qarshiligiga uchragan.
Bu tashkilot Şinjan pomidorining adolatsiz raqobat ham g'ayri axloqiy savdodan foydalanayotganligini ilgari surgan. Bu voqea xalqaroning Şinjan pomidori va uning Uyg'ur majburiy emgaki bilan bo'lgan aloqasiga diqqatini qo'zg'agan edi.